Tushda eshak ko'rishning ta'birlari. Tushda eshak ko'rgan kishi boylik va e'tiborga erishadi. Urg'ochi eshak ko'rgan kishining hurmati ortadi. Eshak go'shti yeganini ko'rgan kishi johil bandadan yaxshilik ko'radi. Eshak so'yganini ko'rish yaxshi emas, yomon ishlarga aralashadi. Eshakdan yiqilish ajalning yaqinligi alomatidir. Eshak insonning baxti, omadiga ishoradir. Eshakdagi nuqsonlar va fazilatlar qismatda aks etadi. O'zining eshagiga minganini ko'rgan kishiga barcha eshiklar ochiladi. Eshakning o'lishi, sotilishi, o'g'irlanishi qiyinchilikka yo'yiladi. Eshagi bilan gaplashganini ko'rgan kishi molidan xayr ko'radi. Eshagining hajrga aylanganini ko'rgan kishi safarga chiqadi. Safardan mo'may daromad bilan qaytadi. Eshagidan tushgan va undan charchoq alomatlarini ko'rgan kishi ishlarini yo'lga qo'yishga qiynaladi. Eshak olim deb ham ta'bir qilinadi. Urg'ochi eshak yaxshi hayot, yordamchi, serfarzand ayolga ishoradir. Eshakdan yiqilganini ko'rgan kishi kambag'al bo'ladi. Eshakning hangraganini ko'rish yaxshi emas. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.